og'riqni his qildi. U bosib turgan teshikdan ilon chiqib oyog'ini chaqib olgandi, ammo oyog'ini ko'tarmadi. Allohning habibi uyg'onib ketmasin deb qimirlamay o'tiraverdi. Ammo og'riqning kuchliligidan ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Uning ko'z yoshlari payg'ambar alayhissalom yuzlariga tushib uyg'otib yubordi. Rasululloh: "Ey Abu Bakr, nima bo'ldi?" dedilar. U shunday dedi: Allohning habibi, oyog'imni nimadir chaqib oldi. Ammo bu hech nima emas. Sizga ota-onam fido bo'lsin. Alloh o'z payg'ambarining tupugini ham shifo vositasi qilib qo'ygandir. Allohning habibi jarohat joyiga tupuklaridan tekkazib qo'ygan edi, darhol uning og'rig'i yo'q bo'ldi. Yillar o'tib, Umar o'sha kechani sahobalarga eslatib derdi: Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Abu Bakrning kechasi Umar oilasi